Ramazon oyida hammamiz nomimizdan 100 ta oilaga rizqiga o'sha Ramazonda sababchi bo'lmoqchiman. Ularga shu produktasini qilib bermoqchiman 100 ta oilaga. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Xo'p, ana Ravshan akamiz keldilar. Do'stlar, shuncha odam ko'rdi, shuncha odam bitta maqsadga birlashdi. Hamma shu hadyada hissasi bor. Har bitta bosilgan like, bosilgan kommentariy, shu kishining hayotlariga bu hammasi men aytyapman, Xudodan men bir sababchi. Institut o'qigan ekanlar, hozirgi vaqtda ishlarga topshirganlar, lekin bo'sh o'tirmay deb harakatdan to'xtamayaptilar. Harakat qilish kerak erkak kishi. Yana bitta narsa, oilalik ekanlar, oilalarda mashina yo'q ekan, subhanalloh. Bu sizga qanday turtki bu? Sabab. Taassurotlaringiz qanaqa? Nima qilmoqchisiz endi? O'zim boshida qo'rqib ketdim, mashinani urdimmi deb, keyin yo'q, hayr, siz mashinaga kirib menga yordam berdingiz. Kattakon rahmat aka, mashina berdingiz. Men o'ylaymanki, bundan keyin ham masalan ishlayapsiz, gap yo'q, lekin top 1% degan men loyiham bor, o'shanga qo'shaman sizni. Trading darslari bor. Полностью men o'zim support qilmoqchiman. 6 oy, 7 oy, 8 oyda birda ilmni olib $1000, $2000 ishlash qiyin emas O'zbekiston sharoitida. Bu sizni narsangiz, men sababchi Xudo berdi. O'zingiz nima istasangiz qilasiz. O'zim niyat qilgandim, otanga mashina sovg'a qilaman deb. Orzuyimga xursandman agar kimnidir hayotini o'zgarishiga sababchi bo'lsam, men shundan xursandman. Yana bir bor tabriklayman. Rahmat aka. Do'stlar, ko'rdingizlar, shuncha million odam ko'rdi, shuncha 100 minglab like'lar yig'di. Ya'ni bu narsa nimadan? Yaxshilik hali o'lmagandan, odamlar yaxshilikka birlashishidan. Hammaning hissasi bor bu yaxshilikda. Yana qo'llab-quvvatlasangiz, yana ayamasdan like bo'lsangizlar, necha 100 minglab olsak, yana 500 ming, 600 ming olsak, men shu Ramazon oyida hammamiz nomimizdan, yana aytaman, hammamizning hissamiz bo'ladi. 100 ta oilaga rizqiga o'sha Ramazonda sababchi bo'lmoqchiman. Ularga shu produktasini qilib bermoqchiman 100 ta oilaga. Birgalikda sizlardan qilinadigan narsa like bo'lsa, shu qo'llab-quvvatlash, birlashish. Qolganini inshaalloh men sizlarning nomlaringizdan o'sha narsalarni qilaman.